Yo, what's up? Yo, yana boshlandi ya. Shuni ovozimmi yoqmayapti. Shuni olib tashlash kerakmi deyman-da. Barchaga salom aziz do'stlar. Sizlar bilan men Texnomagic. Bugungi video horror videoning ikkinchi qismi bo'ladi. Demak, biz boshladik. Qorong'u, qonli oy, doimiday qishloqqa borish kerak. Ovozlarga e'tibor qilmaymiz. O'z ovozlar shunday yoqimsiz. Tay, qishloqqa ketdik. Qaysi tomonda edi? Yo, o'tab. Voy. O'qdingmi? Tegdi. Sekinlashib qolamizda. Qani ketaveraylikchi. Tak. Qishloq shu tomonida edi. Hozir qorong'i ham bir joyga bir kirish kerakmi deymanda, hozir o'rmonga yurish ham xatarli. Tungi modlar qo'rqitishi mumkin. Tezda hozir bir o'zimizni bazaga borib olaylik. Buzib tashlaydi-yo, bazani eslasangiz. Tak, boraylikchi. Oziq-ovqat hamma narsa bo'lishi kerak. Agar yo'qolmagan bo'lsa, hammasi shu yerda edi. O'tgan video sal pauzalanib qolgandi. Mana bu yerlar nega muz desangiz, Santa Claus modini qo'shgan, ya'ni Qorbobo, qo'rqinchli Qorbobo-da. Ko'p YouTuberlar videosida ko'rgan bo'lishingiz mumkin. Qo'rqinchli Qorbobo kelib o'g'irlab ketar kechasi. Xuddi o'sha moddan qo'shganda, meni ham olib ketgan narsalar tushib qolgan. Mana hali ham meni tinch qo'ymaydi-da. Ey, kima? I see you deb. O'zi hamma joy qizil rang bo'lib yotibdi. Suvga tushsa, hozir tushib olmasa bo'ldi. Tushma. Tak, ko'raylikchi. Shu yerga turaveramiz. Bu tomondan chiqib ketamiz. Mana turaversanchi, biz bu tomondan chiqib ketamiz. Yo'q bo'lib ketadi hozir bu. Xo'sh. Tak, normal. Faqat ertalab bo'lishini kutsak bo'ldi. Tak, ko'raylikchi, bu chiqib olmasa bo'ldi. Qani? Xo'sh, ko'ramiz. Bu yerdan o'tamiz. Hozir bir normal baza qurishimiz kerak, lekin bu baza ham teparoqdan qurmasa, mana kelib devorlar orasidan o'tib ketyapti. Hali videoda ko'p bir ishlamaydigan modlarni olib tashlamni, ishlaydigan qo'rqinchli modlarni qo'shdim. Atmosferani qaranglar, shu modlar kimga kerak bo'lsa, men yangi ochilgan Telegram kanalim bor. O'sha yerga o'tib obuna bo'lib qo'yasizlar. Yo, mana galimda temir tushibdi, 4 ta normalli. Hozir Santa Claus meni qayerga olib ketgandi-ya? Tak, o'sha yerdan ham hozir narsalarimizni olamiz. Hozir bu yerdan ozgina taxtalarni olamiz. Boyagi mimikal yo'qoldi, ertalab bo'lyapti, demak, sharoit hozir rivojlanishga yetarli. Agar shu videoga yana like, obuna bossalaringiz, keyingi videolar ham chiqaveradi va kommentariyaga video haqida fikringizni yozib qoldiring. Sizlarga qanaqa video olsam qiziqarli bo'ladi, shuni ham yozib qoldiring. Hozir kommentariyaga qanaqa video olishimni yozsangiz, keyingi videoda sizning o'sha video challengingizni bajarib chiqaman. Ya'ni kommentga yozib qoldirasizlar. Sizga challenge, suvdan epik narsalar deysizmi, horror video keyingi qismini chiqaring deysizmi? Kommentariyaga yozib qoldiring. Bizning maqsadimiz hozirda birga bo'lish. Tezroq birga bo'lsak, keyin videolarimiz ham rivojlanib, kanal ham rivojlanib boradi. Bu albatta sizning yordamingiz bilan bo'ladi. Agar video yoqqan bo'lsa, like bosib, obuna bo'lib, komment yozganingizdan so'ng bu videoni ko'rib bo'lib, do'stlaringizga ham ulashib qo'ying. Ular ham ko'rib, like bosib, obuna bo'lib, ularga ham video yoqadi degan umiddaman. Hozir tepaga chiqib olamiz. Narsalarim shu yerga tushib qolmaganmidi? Ko'rayinchi. Tak, mana buni buzamiz. Tepaga qaraymiz. Qorotgandi aytgancha. Mana narsalarim turibdimikan? Tak. Bolalar, men sizlar uchun juda ham zo'r bo'lgan kanal topib qo'ydim. Nomi Briza MC. Shu kanalga ham o'tib obuna bo'lib qo'yingiz va so'nggi videosi Texnomagicdan salom deb yozib qoldiringiz. Let's go. Men narsalarimni topdim. Mana bekor o'sha joyi pauza bo'lib qolibdi, Qorbobo modining. Shuni Telegram kanalimga tashlab qo'yaman. Telegram kanalimni qayerdan olmoqchi bo'lsangiz, ko'pchilik Telegram kanaling qayerda deb so'rashadi. Shu Telegram kanalimni video havolasida va opisiya kommentda qoldiraman. O'tib Telegram kanalimga ham obuna bo'lib qo'yingiz. Chunki YouTube'ga qo'yadigan videolarimda birinchi bo'lib Telegram kanalimga qo'yaman va siz Telegram kanalimdan birinchi bo'lib videolarimni ko'rib borasiz. Demak, hozir biz baza qurishimiz kerak. Bu narsalarni yig'ib olayin hozir. Gapirmay tursam bo'lmaydi, videoga ham qo'ymaydi. A few moments later.
Tak, endi narvon qo'yib chiqamiz. Demak, hozir narvon qo'yib chiqamiz. Yaxshi. Mana bu yerlardan ba'zan teparoqqa quramiz, bo'lmasa anavi kelayveradi. Endi tepadan uchib keladigan maxluqlar yo'q menimcha. Bo'lishi ham mumkin, chunki juda ham ko'p modlar qo'shib yubordim-da. Demak, hozir bu yerdan narvonlarni yasab oldim yetarlicha, hamma narsa yetadi. Endi narvon qo'yib chiqsam bo'ldi. Asta narvonlarni qo'yib boramiz. Tak, mani qotib qoldi Minecraft. Yo'q, qo'yib bo'lmayapti, qotdi. Ya, ana ishlab ketdi hozir. Ha, qo'lim yetmayapti ekan. Qani, hozir pastga tushib qo'yish kerak. Hozir shu narvonlarni ham qo'yib olayin. Da, mana ideya keldi. Mana tepadan, pastdan mana shuni qo'yib boraveramiz. Asta-sekin. Hozir mana shunday qo'yib ketaveramiz. Nima qilamiz? Narvon yetmay qoldi-ku. Hozir memikal keladi-da. Tak, nima qilsam, bloklar bilan chiqaman endi. Mod o'chib qoldimi? Maxluqlar ko'rinmayapti. Tak, hozircha mayli, ko'rinmay tursa yaxshi bizga. Hozir baza qurishimiz kerak. Hozir material yetishmayapti, ya'ni taxta yo'q menda. Hozir taxta olamiz. Mana bu daraxtga ulash kerak. Mana tepaga hozir bunday chiqib ko'rayinchi, o'xshasa o'xshay, bo'lmasa hozir taxta olamiz. Bir kattaroq mod qo'shgandim-da, bir katta nimadir kelib o'ldirish kerak. O'sha mod ishlamayapti menimcha. Ham ishlab qolar, hozircha shu bo'ladi. O'zi juda ham qo'rqinchli modlar qo'shib yubordim, faqat Minecraft tortmay, ko'tarmay shunaqa bo'lib qoldi. Demak, mana uni qilamiz ya. Ana ovozi eshitildi, kelyapti. Biratan kelyapti. O'tib ketib qoldim. Bitta. Keng. Davay, aka keng. Keng davay, ha. Davay, raqs tushib bering o'zi. Ana beshing boshqacha. Endi o'zingga o'xsha. Qodirali, ya. Suvga tushdi. Suvga tushmasan, sovuqqa o'lib qolasan. Bu nima qilyapti? Yetib oladi-ku. Tez allaymiz. Uxla balam, uxla. Meni allash senga emas. Haramzoda, ko'ramiz nima qilalasan. Mana bu yerga chiqib olayin. Normal turibsiz aka, shunday turavering ekan. Qimirlamang. Bir shunday qimirlamasdan shu yoqqa turaveringchi. Men hozir men sizni urib maybis qilaman. Maybis chiqaraman ovoz. Ikkita tomoningizdan qo'yib tursin. Hozir mazangiz qochiraman. Ertalabda. Tak. Mana odika olayinchi. Ovozni o'chirib turing, brat. Ko'ramiz, sizni ham taqdiringizni hal qilamiz, qo'rqmang. Alimentdan qarzingizni to'lamayman-da. Lekin taqdiringizni hal qilib beraman. Ko'raylikchi, brat, men bir mazangizni qochirib ko'raylik. 2-3 marta tayoq yesangiz, keyin uyingizga kelasiz. Yetmayapti qo'lim hozir. Bo'yingiz o'zi 3 blok chiqadi, lekin meni 1 blok balandda urasiz. 2 blok tepaga chiqib olsam ham uralasiz, undan bu yoqqa yorilmaysiz. Miyangiz cho'qaman, unda kallangizni aylantirmay. Men senga otangiz yo onangiz emasmi? Menga kallangizni aylantirasiz, ayusiyu deysiz. Nima bo'ldi? Endi tayoq yeysiz. Xoruzor bo'lasiz. Endi yashashdan foyda yo'q. O'zingizni o'ldirib yuboravering. Hozir men mazangizni qochiraman. Qani ko'raylikchi. Mana buzib olayin. Bir mazachangizni qochirib qo'yamiz, uyingizga kelinglar yotasiz. Qani, basharangiz unday go'zalsiz. Ana. Ha, davay, ha. Bloklar arasidan o'tib keting-da. Yo!